Ha, bu mantini kim pishirdi? Men. Sen? Ha? Ha, qizim, tuxum pishirishni ham bilmasding-ku sen. Voy dadasi, jim bo'ling. Birinchi marotaba ovqat qilish xafa bo'ladi. Ha, aytdim, ha, bu yoqimli hid qayerdan kelyapti desam, qizim pishirgan mantini hidi ekan-da. Qani yoqimli ishtaha olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Dadasi, sizni tushunib turibman. Iltimos, oxirgacha yeb bering. Qizingiz xafa bo'ladi-ya. Erkatoy qizingiz odatini bilasiz-ku. Jahli chiqsa yomon qiladi. Xo'p dedim-ku. Bu nima dedingizmi, dadajon? Ha. Yana bormi demoqchi edim. A? Bor? Ha? Yo'q, men haligi Mana dadajon, sizga yoqqanidan xursandman. Yana biror nima kerakmi? Ayta bering. Ha. Mantidan qolgan bo'lsa, qassob yigitga ham suzib ber, qizim. Xo'p, hozir.